Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatildi. G'ulji shahri avgust oyida o'z go'zalligini to'liq ko'rsatdi. Ko'chalarning ikki qasniqidagi suvadan teraklar, atdiganki illiq quyosh, salqin shamolda yopirmoqlarini ko'mish tangilardek yaltirtib, asta irg'anmaydi. Terak ostidagi eriqlarda eqiyotgan suzuk suv, gullar va olmalar bilan husn ko'rsatgan xushpuroqlik o'yinlarining oldidan o'tganda shivirlab rahmat aytadi. Suv chechilgan ko'chalar, qo'rularning oldinlaridan dunyodan g'amsiz qora ko'z bolalar pixildab kulishib, bir-birini qo'g'lashadi. Hayot lazzatidan bahramand buvay momayla yuzlaridagi qo'riqlarini ko'paytishib, kulishib, bir-biriga qarashib, unsiz so'zlashib, ichidan shodlanadi. Issiqman, sut qaymoq sotquchilar bo'k baraqsan salqin ko'chalarda ritmliq varqirishib, aldirmay minishadi. Bozorga, do'kon ichishga ketayotgan tijoratchilar bir-biriga oldirab salom berishadi-da, oyoqlaridan moda bo'yicha g'ach-g'ach chiqarib, qizil Manchester bo'klarini birda ko'ziga, birda gajga tarafga surib qo'yib, nimalarnidir hisoblab minishadi. Bolalar to'p-to'p bo'lishib, varqirishib, nimalarnidir talashib, maktablarga mangadi. Kalaskada maktabga boradigan bay bolalari haravada arg'moq otlardek g'adiyib o'tirib, zo'qlangochilarni izlab ikki tarafga pat-pat qarab qo'yishadi. Yana mezgon, dedi mutaali xalpitim tasvir sirib yozliq chayxonasida ko'rib ustida o'tirib. Bunisi attiganlik cheyimu, ishqi mang'unimi? Ishqi bo'z kerak xalpitim. Yangi safardan qaytib kelgan qashqarlik yigit o'rnidan midirlab qo'yib javob berdi. Xalpitim ho'ylisidagi qip-qizil mevalari shoxlarini egib, yerga yetkizgan olma daraxtlari qarab qo'yib. Bu Elixon to'rammo ashuravatdi. Har kuni 5 vaqt namoziga, ishqi mang'an tushkuniga mezgon chalg'ili tursa, onu azda bir yerga mangsa, oldida 10 otliq chaparman, kaynida yana shunchalik. Bu qandaq bo'lg'ini? Hazratlari bu gapni sira degayla, lekin ba xo'jam deyalaydi. Boshqa kim? Aras, G'ani Botir deyalaydi. Yana avu ko'k osmonni yepinja, qor yerni tushaq qilib 3-4 oydan beri cho'llarda yetayotgan askarlarmi deyalaydi jumusala. Ha, gap qil sovutum. Rost emasmi? Jang maydonida namrat dehqon bolalari so'qish qiladi-yu, rohatini boyda ko'radi. No'g'aygur 3 darvoza. To'g'ri ko'vrik ko'chalarida oqshomlari no'g'ay, o'rus yoshlari garmon tortib, jir-jirlashib o'ynashyotgan. Uyg'ur boylarining bolalari ularning ichiga kirib olgan. Oldingi sapda 100 jangchi qurbon bo'lgan bo'lsa, uning 99i Namratning bolasi. Shahardagi idoralarda uning ta'turi. 100 xizmatchining 99i shahar boylarining bolalari. Nur Muhammadmi o'qigan-ku, toza yaxshi o'qigan bola. U jang qilyotdi. Uning bilan o'qigan boy bolalarining hammasi idoralarda. O'tirishi kalaska, yetishi simkarvat, yeyishi polobatda. Biz shuni deb so'qishyapmizmi? Beliqut xazinasi. Yashab kelsalar hazratim, sizlarning har bir gaplari bo'ldi, maqtama. Men harbini qat. Cho'loqayga chiqib bog'ni ko'rib kelamiz. Oppoq saqal, qangsharliq, gavdalik bovay tizig'i taynib o'rnidan turdi. İki at qo'shilgan soyivanlik xodik shahar ishchi o'rda mahallasiga keldi. Xo'jam Elixon to'ramning yeniga ketgan ekan.
Xadik madrasning oldidan o'tib, to'g'ri ko'rikka qarab mangdi. Vaqtliq hukumat o'z vaqtidagi Gomindang harbiy shtabi joylashgan cho'ng bog'dagi qangaltirda yeb olgan bir qavatlik uylarda edi. Darvozada qurolliq askarlar bor edi. Qaravulla din nazoratining noziri hurmatli Xalpam hazratga tik turib chas berishdi. Harva raislar xizmat binosi ishki ustida qangaltirdan qilingan chidirichi lampasi, taxtay pallampaylarining ikki yiqida ko'k sirlangan reshatkasi bor uyning oldida to'xtadi. U yerda askar qaravulla Xalpitimga chas berishdi. Xalpitim pallampay bilan o'rlab zalga kirdi. Neriqi uydan xo'jamning "Lavay, g'o'rjag'i bobal, baylog'i salaydi bu seliqni" degan so'zi anglandi. Elixon To'ramning sap o'zbek tilida "Bo'lmaydilar, shunaqa" degan so'zi ham anglandi. Ishki rais bir ishni talashayotganligi aniq edi. O'ttirdagi uydan hukumatning bosh kotibi Abdurib Mahsum, uning bilan harbiy ishlar idorasining boshlig'i Ahmadjon Qosimi, ishki ishlar nazoratining noziri Qora Burut, oq yuzlik Rahimjon Sabir hoji chiqib, mutaoli Xalpitimga salom berishdi. "Moliya qiyinchiligi" dedi yana bir uydan oq yuzlik bir kishi chiqib, ko'pchilik salom berib, oldirib so'zlab. Bu kishi hukumatning moliya noziri Anvar Musaboyev edi. Uning bilan billa Egiz, Qora Burut, qansharliq odammi billa chiqib, "Assalomu alaykum mutaoli Xalpitim hazratlari" deb salom berdi. Bu kishi Oliy sud mahkamasining boshlig'i Muhammadjon Mahsum edi. Ozodlik tashkilotining g'ol a'zolari, qurg'uvchilarining to'lisi hozir hukumatning rahbarlari edi. Ular kecha-kunduz uylariga qaytishmay ishlab, oldingi saf, o'ttira, shimoliy va janubiy yo'nalishdagi bir necha 10 ming askar, idora operatlar, shirkat, zavod, kon, dehqonchilik, chorvachilik va maktablar, sog'liqni saqlash idoralaridagi qiyinchiliklarni hal qilish uchun vujudi bilan berilib ishlamoqda edi. Hamma oldingi saf uchun degan gap hamma joyda takrorlanadi. Hamma ish moliyaga taqiladi. Oziq-tulik, qurol-yarog', qatnash uchun mashina, ot-uloq, kiyim-kechak, dori materiallar, gazet jurnallar. Hamma ish pul bilan bitadi. G'olji baylari qo'ru qo'ylarini, mol dunyosini, zavodlarining kirimlarini taqdim qilishmoqda. Dehqon chorvachilar o'zlarining osh qolsimi qo'lida barlarini oldingi safga bermoqda. Lekin yanala moliya qiyinchiligi ig'ir edi. Qani deb yig'in zalini ko'rsatdi Abdurib Mahsum o'ttiridagi cho'ng qo'shishlik uyni ikki qo'li bilan ishorat qilib. Rahbarlar mutaoli Xalpitimga agishib, naqshlik fransuz o'rindiqlari bilan bezalgan xonaga kirishdi. Duodan keyin Xalpat hazrat kulib qo'yib, "Anvar apandim bor yerda qiyinchilik bo'lmas. Har kuni zavodingiz 4 qatim pul deb varqaraydi-ku" deb chaqchaq qildi. Ko'pchilik kulishdi. "Har kuni taraf-tarafdan odamlar kelyotdi. Urumchidan, Qashqar, Xotan, Turpan, Qumullardan kelyotdi. Harbiy maktab o'quvchilari ko'payotdi" dedi Anvar Musaboyevmi loyiqa chaqchaq qilib. "Zavodimiz har kuni kelyotdi deb xabar berib turyotdi." Ko'pchilik yana kulishdi. "Butun Shinjongdagi ezilayotgan millatlarning ko'zi g'o'ljida" dedi Ahmadjon Qosimi. "Aprelning oxirida Sopaxon polkovnik 87 nafar fidoi bilan kelib bizning sepimizga qo'shildi. Bo'rtalardan, Shixodan, yana Qorashar, Oqsuv, Kuchalardan kelib qo'shilayotganlarmi bor. Lekin moliyada qiyinchilik cho'ng bo'lsa-mu, bizning amgakchi xalqimiz, yo'lanchikimiz, xalqparvar boylarimizmi ko'p. Tarbag'atay valisi Basbay bizga 1000 tuyoq qo'y taqdim qildi." "Ha? Voh!" dedi Rahimjon qisqib. "Qozoq boylari
Mang qo'y bergan yerda Uyg'ur baylar qalatdimi? Shu chaqda zalga ikki rais, oldida vejik, kak soqol, oq xalat, beshiga tashkent to'pis kiygan Elixon To'ran. Keynida egiz, oppoq burutlari ikki yoqqa qayrilgan, chaqqan oq soqoli o'ziga yarashgan, oq yuzlik, qangsharliq, sarg'ush xalat va yeshil tuxovi gullik bo'k kiygan Hekimba xo'jam kirib keldi. Ko'pchilik o'rinlaridan durrida turishdi. Raislar mutaali Xalpitim bilan avval ko'rishdi. Xalpitim oppoq soqol, oppoq salla va oq xalat bilan haybatlik ko'rinadi. Qarz variq tarqitishning gapi, dedi Hekimba xo'jam salomlashlardan keyin duo qilib o'tirib. Xo'rjaga seliq salmagan yaxshi da'vataman To'ramga. İstiqollan müşüm, dedi To'ram ochiq kulib qo'yib. Askarlarimiz vallahil azam billahil azam deb Qur'onni suyib qasam ichib g'azot qilmangdi. Azatlik uchun kurash qilmaslik jinoyat, zulmga qarshi turmaslik xiyonat. Mana bu o'yg'on giztining chaqirqi. Boy, gadoy ayrılmaydı. Puli bala pulini, puli yo'qlar jinini urushga otmoq lozim. To'ramning har bir so'zi buyruq. Hukm bo'layotgan kunlarda uning gapini yeridigan odamlar yo'qning o'rnida. Lavay, dedi Hekimba xo'jam yana gapini takrorlab. Xo'rjaning g'emini yeb inqilobni boshlagan biz. Maqsadimiz Xo'rjani zulmdan qutuldirish qo taqsir. Shundoq o'layotganmi Xo'rja, jinini olqiniga olganmi Xo'rja. Urushdimi shular? Bu yerda yana zulm shularga ortilsa, odillik bo'lmas. Ahros, dedi Abdumutali Xalpitim darholla. Qarz variq qo'lida barlarga tarqitilg'ay. Shu vaqt tamiqiga amali yo'q odam haj qilsin ravo emas. Mana men 100 ming dollarlik qarz variqi olaman. Men 1 million dollarlik olay, dedi Andar Musabayov. Ha, men mo 400 ming dollarlik, dedi Hekimba xo'jam darholla. Melimiz tugisa sanduqda oltinlarimiz bor. Umi tugisa yer zaminimiz bor. Xo'rjada bir ot, bir kala, ish kuch qo'yardan boshqa nima bor? Lavay. Xo'rja qoqshimg'ay amdi. Elixon To'ram darhol gapning mavzusini yutkadi. Men Ahmadjonni elib bugunla bir talog'iman. Suyding birinchi otquchi polk hozir bir talada. Ular Shixo'ga hujumga mengishning oldida biz berib askarlardan hol so'raymiz. Bizmi borayli? dedi ko'pchilik xushal bo'lib. Xudoyim nusrat ato qilg'ay. Bu yerda Hekimba xo'jam turib tursin, dedi Elixon To'ram buyruq bergandek so'zlab. Biz hozirli yo'lga chiqamiz. Shexoni olsaq Urumchining yo'li ochiladi. Mushu o'rislar qarshilik qilmasa, bu yil bizning islom bayrog'imiz shin-shin shiyoga qadilib bo'ladi. Xudoyim buyursa. Amin, dedi mutaali Xalpitim qo'llarini ko'tarib. Ular Elixon To'ramning deganidek bo'lishini tilab, chin ko'ngillaridan Alloh taoladan shafaat tilashdi. Xalpam sura o'qib har biri amin deganda titragan ovozlarmi tangla amin deyishdi. Hammaning ko'zlari yosh, lavlari titramoqda edi. zulm, haqorat, so'ngak-so'ngakdan o'tkashga biz jinimizni olqinimizga olgan. Bizga lozimi odamiy hayot. Biz boshqaning rizqi qo'l so'zmidik. Boshqani qo'l qilmoqchi emasmiz. O'zimizni qutqizmoqchi. Mushu o'rindiqlarning, mushu o'ylarning tili bo'l so'zlar edi. Yovsining beshimizga dastlab turib nimalarni qilmadi? Neni o'g'lonlarimizning ko'zini o'ydi, terisini so'ydi. Badaniga yingni sanjib qiynab jinini oldi. Boyligimizni xohlagancha bulab taladi. Mardligimizni ojizligimizni hisobladi. Kang qo'rsaqligimizni do'tlik deb tushandi. Biz ularning oldida 16-17 asrlardagi negerlar, indiyalar bo'lib qoldi.
Hatta ular bizni millat sifatida yo'q qilib etmoqchimi bo'lishdi. Men o'z qo'lqim bilan bu xalq munbat yerda o'sgan yovut yulib tashlab yerni ishlatish kerak deganlarini anglaganman. Ras haqoratlanmagan, azoblanmagan kim qoldi? Bundaq zolim hukumatni og'dirmasak, avlodlarimiz qarg'amamdi bizni. Vallohil azam, billohil azam. Qonga qon, jonga jon. Al-qisosul minal haq. Duo qasamga, xalq va o'zi oldidagi ahdnomaga aylandi. Ular hayajonlangan, ruhlangan edi. Go'yo Napoleon 1811-yili Moskvadan chekinmak bo'lganda, Kutuzov Aysoning tamg'i mixlangan surat oldida yig'lab turib, hayajon bilan so'zlagandek, go'yo Germaniya 1941-yili 6-oyning 22-kuni atdigan soat 3da Sovetga hujum qilgandan keyin 1941-yili 7-oyning 3-kuni Stalin butun Sovet xalqiga radioda qasam ma'nosida so'zlagandek, yana go'yo 1937-yili 7-oyning 7-kuni Yaponiya Jungoga besib kirib, Logocha voqeasini paydo qilgandan keyin 8-oyning 25-kuni Mao Zedong Yan'anda qasamsimon nutq so'zlagandek va yana go'yo shu chaqda Jiang Jishimu o'xshash ma'noda shu ish to'g'risida bayonot e'lon qilganga o'xshash. Ular xalqi oldida o'zligida qasam berishdi. Bu bir ulug' safar ekan, dedi Anvar Musaboyev ko'pchilik jimag'andan keyin. Men bir taklif bermoqchiman. Xo'sh, qani. To'ram otimiz bilan Ahmad apandimni uzitib qo'yish ustidan Gulliq qo'roda bir nazir choy beray deyman. Yurt kattalarimiz otimiz bilan apandimni duo bilan uzitib qo'ysa. Tushlik tamoqqa Lusigunga Shakirjonboyning uyiga xabar berib atgan edi. 2 soat chayimiz tayyor bo'ladi. Uyimiz mana yo'lning u chetidilar. Shakirjonboyga men telefon berib deb qo'yman. Shundoq bo'lsin, To'ram janoblari. Rais Jumhuriyatimiz Elixon To'ram janoblari bilan hamdostxon bo'lib olayli. Shundoq qilsalar, To'ram. Ko'pchilik taraf-tarafdan churqirashdi. Ma'qul, dedi To'ram kulib qo'yib. Bu ishni o'ris boshliqlarga doklad qilmasmiz, ha? Ko'pchilik kulishdi. Har qanday ish Sovet konsuli yoki ishkinchi domga doklad qilinadigan bo'lg'ashqa, bu ishdan norozi boshliqlar To'ramning tanisidan kulishdi. Demisimi, hammali ish ularning ko'rsatmasi bilan bo'lyapti-ku, apandim. dedi Muhammadjon Mahsum Ahmad apandimga qarab, noroziligini ochiq oshkorlab. Biz qanday hukumat o'zi? Rais Jumhuriyatimiz chig'ida nega boradi, nima qiladi, hammani so'rab o'ltirsa, men sotning boshlig'i o'limga hukm qilaman-u, ikkinchi domning tasdiqini olaman. Maytog'dan to'plan ko'tirib, Sopaxon degan yigit ming mushaqqatda askarlarni boshlab Poljaga keldi. Xabaringiz bor, apandim. O'rislar 80 necha yigitni qurolsizlantirdi. To'ram otimiz oraga kirib, ming tasdik qurollarni elib berdi. Mana hozir Sopaxon nurg'un odam bilan aqsuga tushib, u yerni titratmoqda. Ahmadjon harbiy ishlar komitetining mas'uli Qora Qumchoq, Qora Burut yigit kulibli qo'ydi. Ifoda bildirmadi. Xitoydan qutulib o'ris tutilgan o'xshaymiz biz, dedi Muhammadjon Mahsum xafa bo'lib. Harbiyda komandir rotidan yuqori komandirlar tamomli o'ris. Qanday qilamiz? Biz xalqdan harbiy taktik biladigan komandir bo'lg'idaklar rostili yo'q ekan, dedi Rahimjon Sabir Hojiyev. Hammamiz qurollarning silini o'rislardan amdir o'rgandik. Urush maydonidagi harakatlarni shular o'rgatdi. Mustafa Kamaldek bir azimat bo'lsa-da, dedi Elixon To'ram alam bilan. Amal yo'q. Janga Isoqbek, Shexoga Polinov urush qo'mondoni bo'lib mangdi. Bizdan boshqa loyiq biri chiqmadi. Shinsay Sopaxoda tarbiyalab qo'ygan ekan. Mana Uyg'urdan harbiy bilim bor odam shu. To'ramning gapini Uyg'urlarga qilingan masxira deb tushungan mutaoli xalpitim
Qo'mondonning kattasi Anjalliqdan chiqadi. Nazamzat zamonidagi Manjularga qarshi g'azotda Mahmud Pochi degan biri chiqib edi. Yog'ochdan zambirak yasab, qo'ljini titratdi. Biroq zambirki dushmanlarga tegmay tas qoldi o'zini yo'qotgani. Mana Anjalliq harbiy olim. Ko'pchilik kulishdi. Lekin Baxo'jam hammadan qattiq kuldi. Bu bir to'p g'o'lji yuqori qatlamlarining huquqmushliq, innovatlik, al-suyar kattalari orasida birla Ahmadjon, kamsiz, xiyolchan va hammaga illiq chiroy bilan qarab kulib qo'ydigan yigit. Qolganlarning hammasining o'z hisobi, muddasi bor edi. Lekin ular hech nada bu muddalarini ochiq yo'riq deyolmaydi. Sirdoshlar jam bo'lib qilishgandala pichirlashib deyalaydi. Lekin birli ish ularning hammasiga yoqmaydi. Bu vaqtliq hukumat cho'ng kichik ishlarning hammasidala Sovet konsulining yoki ikkinchi domning yo'l yo'riqini oladi. Bu ishdan hech kim rozi emas edi. Turmush hech kimni rozi qilgan emas. Garchi cho'ng o'zgarishlar bo'lib, birlariga toj, birlariga kishan qo'yza hadiya bo'lib tursimi, hayot hamon qalbidan chiqolmaydi. Bu zaminda qancha qanlar to'kildi. Ko'z yeshining va kulki naqshining hisobi yo'q. Shundaqdimi hayotdan rozi bo'lib, dunyodan o'tgan birmi odam yo'q. 1732-yili Manchang xonligiga tavallik bildirganlik uchun Yongjan xonning Jasaqbay yorligiga, keyin Chenlong xonga sadoqat ko'rsatganligi va elini gullantirishda xizmat ko'rsatganlik uchun Vangliq unvoniga erishgan Imin Vangning 9-marasxo'ri hokim og'chining hisobida Hekimbek atalgan G'iyosiddin Baxo'jam bo'lsin yoki Muno Soyibxona Shinjongdagi eng cho'ng boy Yusanbayning avlodi Anvar Musaboyev bo'lsin yoki usuli jadidni g'o'ljaga akirib topgan targinni ma'arif uchun sarf qilib xalqparvarligi va pokiz fazilati bilan hurmat topgan Abdumutaoli Xalpitim hazratlari bo'lsin yoki otishdan havas bilan ilig'i kelib bu yerni gullatgan Sabir hojilar avlodidan bo'lgan Rahimjon Sabir hojiyev bo'lsin yoki boshqalar bo'lsin, hayotdan hech kim rozi bo'lgan emas. Albatta, Ruslarning tajovuzi bilan gumron bo'lgan Qo'qon xalqining hasratlik pushti Elixon To'ram hammadan battar norozi edi. Hayot hech kimni rozi qila olmadi. Ularning hammasi xalqiga, shu qatorda o'zlariga baxt izdigichilar. Bu ularning o'rtaqligi. Lekin bu o'rtaqlik ichida nurg'un kurashlar, ziddiyatlar mavjud. Buni hammasi tushunadi. To'kilgan va to'kiladigan qonlar kimlarni rozi qiladi? Kimlarning foydasiga bo'ladi? Bu tehi hech kimga ma'lum emas. Xuddi oldingi safda o'limni unutib, dushmanni yo'qotishni o'ylab so'qishayotgan jangchi kim va nima uchun qurbonlik berishni o'ylab o'ltirmagandek, bu huquq va inovat egallarimi kech kunduz tirmishib kimga ishlayotganini bilmaydi. Birla Ahmadjon ular bilmaganini biladi. Chunki u ko'p va atrofliq o'ylaydi, o'rganadi va xulosalaydi. Hozir va kelgusi to'g'risida to'g'ri va aniq tushunchaga ega bo'lish uchun dunyoda, Jungoda, Muno Shinjongda bo'layotgan ishlarni ujur-bujurlarigacha bilib olishga tirishadi. Shuning uchun Muno hukumat katavashlarining muddao maqsadlari uningga oydin. Lekin u hech kimga hech nima demaydi. U hamma odamning gapini miqida kulib qo'yib, berilib anglaydi. Savollarga oddiy javob berish bilan cheklanadi. Uning gazetlarga oillik degan taxallus bilan Uyg'ur, rus tillarida yozgan maqolalari uning ravon, ma'ni jumlalardan tuziladigan og'zaki nutqlarida zodira takrorlanmaydi. U go'yo hech narsa yozmagandek. Uchisiga podpolkovnik belgisi bor, harbiy kiyim kiyib, putiga o'tik kiyib, birda xodik bilan birda o'zi haydigan qora mashinada oldirab yurib, oldingi saf uchun
ta'minot, odam va qurollarni tayyorlash bilan bo'lgan kunlarni o'zimi to'ymay o'tkazmaydi. Shunga u ham sirliq, ham hurmatlik. Yolg'iz Ekinbay xo'jamni aldirash emas. U ishxonasida o'ltiribmi, yoranlarini yig'ib elib, chaq-chaq, kulki bilan vaqt o'tkazib, raisning tishiga tegdi. 5 vaqt namozini shahar ichidagi madrasaga berib, jamoat bilan oldirmay o'qiydi. Kalaskaga o'ltirib elib, nazar chiroq to'y to'kinlarga berib turadi. Bog' daryo bo'ylarida o'z hamsuhbatlari bilan soz, nag'ma tinglab, chaqchaqlashib, ko'ngil echishnimi qo'ldan bermaydi. Muavin rais jumhurlik nomi bilan uning turmushini qilchi o'zgartmagan. Uning uchun turmush bir qiyliqda, go'yo hech bo'lmagandek. U boshqalarning kelgusi to'g'risida o'ylab o'tirmaydi. Uning hech nimadan ta'masimi yo'q. Uning boshqalardan farqi birmi? Hukumatga keladigan arz shikoyatchilarning to'lisi uni izlaydi. U nohaqchiliklarni anglaganda xafa bo'lib, "Lavay, G'urjoni bo'zakatga nimasi?" deb qo'yadi va bu ishni munosabatlik o'rinlarga shu kuni yetkazadi, javob oladi. U hammaga mush birlashishni, dehqonlarga zulm bo'layotganda yo'q deganini o'lchab qoladi. Yerga ishlaydigan bechoralarning dili ozori yemisala, xalq hukumatdan zarlamasala, boshqalarning kari chaqliq. Mana bu uning hayotdan talaydigan. Lekin diniy nazoratning nazari jiqishlarga boshqa turadi. Uning g'am andishalari ko'p. U hamma ishga haqiqat va savobni o'lcham qilishga odatlangan odam. U turmushda nohaqchilik, vabolchilik bo'lmaslikni tilaydi. Her vaqt namozidan keyin joy namozdan uzoq o'ltirib, iyisidan xalqqa yaxshilik, hukumatiga insof, dinoyat tilaydi. Uning ulfatlari "Xalpitim, endi qandaroq hukumat so'rarkan bizni?" deb so'raganda u "Adil hukumat bo'lsa bo'ldi. O'rus bo'lamdi, Xitoy bo'lamdi, Uyg'ur bo'lamdi, adil bo'lsa bo'ldi" deb javob beradi. Har qitim Elixon To'ram "Musulmon davlat quramiz, Sharq Turkiston islom jumhuriyatini qurib, Saudiya Arabistondek, Iroq, Turkiyalardek dunyo sahnasidan o'rin egallaymiz" deganida xalpitim "Podshohlik bor yerda odillik, qonchilik hukm surarkan To'ram janoblari" deb so'rabmi qo'yadi. Bu gapi bilan To'ramga podshohlik yarashmaydi degan ma'noni askartmoqchi bo'ladi. Eng cho'ng odillik bir millatning o'ziga o'zi xo'jayin bo'la olishi. Yo'q, bu kifoya emas. Boshqa millatdan chiqqan jallotlardan o'z millatidan chiqqan jallotlar eshitmay ketadi. Dunyoda buningga misollar ko'p. Odillik puhralarning baxt saodatida ko'rilsa bo'ladi. Bu xil talash tartish doim bo'lib turadi. To'ramga gap yondira oladigan ikkala odam borligi mana shunday shakllangan. Bu ish To'ramga har qancha or to'yilsa-mu, yuzma-yuz shirib bir nima deya olmaydi. Sap o'zbek tilida boshqalarga "Xalq nima qo'ydi, bular nima qo'ydi? Biz bu yerda g'am bilan ular atidan kashkirguncha va bilanlar" deydi g'azbini ifodalab. Ekinbay xo'jam bilan Abdumoto Ali xalpitim billa bo'lgandimi, To'ram to'g'risida anglagan ko'rganlarini bir-biriga deyishib, To'ramning g'ayvatini qilishadi. Uyg'urchilik kuchlik taranchi baylari bilan atush baylari bo'lsa, hatto To'ramni oshkorala tinglashadi. Bu tinglashlarni anglagan xo'jam qaqoqlab kulib, "Lavay, o'zlarini Malik Abdul Aziz xonga tanglashtirdi o'danga" deb qo'yadi. Bog' qo'ri bu yil texmi go'zallashgan. Eng cho'ng Uyg'ur beyining bu qo'rosining yap-yeshil olma, siyda teraklarining yopirmoqlarimi alohida maylashgan. Pokiz havoda nozik shoxlarining to'lg'inishlari, yumron badan, g'uborsiz qizlarning usullaridek jilvalik.
Sharq shimoldan g'arb janubga oqqan suzuk o'stan suyining betiga tarix, osmon va qush ko'langullari ajoyib sirliq, go'zal rasmlarni chizgan. Kishi ixtiyorsiz uningga talpinadi. Atirgullar atrofida o'ynashib yurgan xilma-xil rangdor kepenaklar go'zal yozning tashviqotchilari. Ular odamlarga hayot qadrini tasvirlaydi. Odammi bizga o'xshash qisqa umrlik. Farqimiz inson o'z hayotini qadrlashni bilmaydi. So'qishidi, tillashidi. Biz aksicha muhabbatdan boshqani bilmaymiz. Mana bu ularning kuyi. Bog' qo'rug'iga kirgan martiveliklar salqin yo'llarda ketib etib, yangidan havo rangda sirlangan reshatka, ko'rik, eshik, dariza va ravoqlarni ko'rib, yoz go'zalligidan zo'q elishdi. G'o'lji bog'lari kishiga she'riy hissiyot va yoshlik asmlaridan boshqa hech nima taqdim qilmaydi. Har qanday bir bag'ritash odammi hayotdan shu ikki narsani tilaydi. Qani, qo'char qayla. Oppoq, kashtilik lo'ngilarni murunlariga selishgan, o'xshash kiyingan chiroyli bolalar mis chilabchilarni har bir mehmonning oldiga akilib, avval egilib salom berib, ondan qo'llariga suv quyishmoqda. Bu bolalar Musabayov oilasining xususiy maktablarida tarbiyalangan nomrod bolalar. Xo'jam bilan xalpitim hammadanmi bolalardan ko'proq lazzat oldi. Nazara choy to'limi dag'dug'uluq, ko'ngillik o'tdi. Yopishal chimanlikka qip-qizil gilamlar, yipak ko'rpalar selingan. Oppoq mamuq yostiqlar tashlangan. Salqin shamol gullar hidi bilan har bir mehmonni tabriklab, yuzlarini siypab, odamlarni rohat farogh etgan. İnsanlarga mansub bo'lgan shirin hissiyotga undimaydi. Lekin to'ram xushalliqning o'rniga qayg'u yog'dirib, Shexoda dushmanning necha ming cheriki Amerika qurollarini batlab, potay, okop, belindajlarida bizning bolalarimizni kutib turmoqda. Qur'on suyib, qasam ichishga yigitlarimiz chekinmaydi, yonmaydi. Jasad shu yerda qolgan boturlarimizning ruhlari jannatda bo'ladi. Aman qilib islom bayrog'ini shexo osmonda lapilditadigan qaysarlarimiz, g'ozilarning nomlari har bir dildan mangulik o'rin oladi. Qani Abdumutali Xalpitim hazratlari yovni dastlashga otlangan shir yurak azmatlar uchun Qur'on Karimdan bir sovg'a hadiya qilg'aylar. Xalpitim dillani ezadigan bum yiqimliq ovoz bilan Qur'on o'qidi. Mizgan chilindi. Mashina peshonasiga islom bayrog'i qadalgan mashinalar gulli qo'rodan chiqib kun petish qarab yurib ketdi. 2,5 tonnalik yuk mashinasining ko'zi ustiga pilimot o'rintalgan. Mashinaga 15 qurolliq askar tushgan. Ular avtomatlarini ching tutib, ikki tarafga qarab tik turadi. Elixon To'ran bilan Ahmadjon Qosimi kabinkada sho'pirning yonida o'ltirishgan. Shaharning 3 darvoza, Novirgord ko'chalarining eg'izlarida to'p-to'p odamlar hurmat bilan turishib, Jumhuriyat raisini uzatishmoqda edi. Mashina yo'lda to'p to'zitib, Bayondayga borganda To'ran: "Xo'sh Ahmadjon, tapiqma. Bayonday sepilni Sodir palvonlar necha vaqt qo'rshab turgan edi? 2 yil 3 oy. Oxir Sodir palvon lahmi qo'lab, to'g'ri ko'mib, partiltib, sepilni buzgan ha. Shundoq taqsir. Biz So'ydan sepilni bir kundili partiltib oldik. Dushmanning 2 rota askari yo'qitildi. Nahiyaning hokim, muavin hokimlari asir elindi. 200 necha yildan beri Manju, Xitoy amaldorlarining usi bo'lib kelgan yer bizning davrimizda ishg'ol qilindi. Shexo, sizcha rastli Gomindan chalva qilgandek Po'lat qo'rg'anmi, ha? Jo'shalyang, Hojonshinlarning nazarida shundoq, lekin yemirilmaydigan qo'rg'ay yo'q. To'g'ri aytdingiz, afandim. Sizcha ular necha kun qarshilik qila, ha? Mo'lcharlamak tas, lekin u yerga hujum qilmoqmi tas. Janubiy g'arbiy tuzlan. Dushmanning okop, dot, dizotlari ko'p.
Sharq dushman taraf. Faqat shimoldan hujum qilg'ili bo'ladi. Shuning uchun Palinov bugun to'fla bo'rtalardan aylanib, cho'chak orqali sharq shimolga o'tdi. Dushman buni bilib, u yoqqa kuchli 3 liniyalik mudofaa to'siqlari qurgan. Tanka, zambirak aeroplanlari bor. Amerika qurollari bilan qurollangan 60 mingdek tarbiya ko'rgan askar Shixonni saqlab turmoqda. Bizda zambirak tanklar yo'q. Eng katta qurollarimiz minam yo'q. Bizning cho'ng qurolimiz Batirlik. Barakalloh. Dushman bizning askarlarimizni tarbiya ko'rmagan qaram banditlar deb ko'z kelmaydi. Bizning har bir askarimiz qurol ishlatиш, harakat, taktik taraflarda yaxshi tarbiyalandi. Muhimi ular o'limdan qo'rqmaydi. Qaysar, Batir. Dushmanni yengadigan kuch mana mushu, qurol emas. Ahmadjon 1945-yili 4-oyda armiya qurilgandan tortib hozirgacha elib berilgan harbiy ta'lim-tarbiya ahvolini To'ramga so'zlab berdi. Mogotnovning bu suydan birinchi otquchilar polki yaxshi tarbiyalangan pol. 2 batalyon, 1 otliq divizion, 1 avtomat izovoti bor 4000 azamatlik polk bo'lg'ini bilan dushmanning o'zidan 2 gas ko'p askarga teta olaydi. Palinov degan o'ros askarlik qilmasa, u asli Charosining harbiy amaldori bo'lsa-mu, keyingi vaqtlarda Sovet Kompartiyasining tarbiyasini qabul qildi. Endi bu inqilobga jazman ijobiy to'p qo'shadi. Kafirning qayoshi kafir, yana mushqaqi yonbasamu deb qo'rqaman. Yo'q, bolsheviklar millat, din deb ayirmaydi. Haqqoniyatni hammaga o'lcham qiladi. To'ram janoblari, Germaniya kommunistlari Gitlerga o'q atdi. Italiya kommunistlari Mussolini darg'a osdi. Jungo kommunistlari mo Jiang Jeshi bilan so'qishib keldi. Ular o'z millati uchun emas, haqqoniyat uchun kurash qilg'ichilar. Haqqoniyat deb nimani ko'zda tutyapsiz, afandim? Milliy zulm, sinfiy zulmni yo'qotish eng cho'ng haqqoniyat. Kupparlarni-chi bizning dinimiz g'ayri dinnikilarni yo'qotishni eng cho'ng haqqoniyat deb ko'rsatgan. Yo'q, 1400 yilning oldidagi qonun hozirgi davrga uyg'un kelmaydi. İnsaniyat tinimsiz haqiqat izladi. Hozirimiz izlayotidi. Hozirgi eng cho'ng haqiqat Marksizm, Leninizm. Bu izmlaringiz Qur'on Karimdami kattami? Men Qur'on Karimga e'tiqod qilaman. Qur'onda deyilgan haqiqatlar Marksizm, Leninizmda bor. Deyilmaganlarim bor. Undaqda Lenin, Stalinlar haqiqatni yo'ritqichilarmi? Shundoq, ezilgichi, ijro qilg'ichi, reallikqa aylantirg'ichilar. Undaq bo'lsa, O'zbek, Qozoq, Tojik, Qirg'iz, Turkman, Ozarbayjonlar o'ris emas. Ularning mo davlatlari bo'lgan. Qani u davlatlar? Tarix, To'ram ota. Tarix davlatni paydo qila oladi ham yo'qota oladi. Sizcha ular bo'linib chiqib davlat qurishni xohlamamdi amsa? Ko'pchiligi emgakchi xalqi sotsializm tuzumini yoqlaydi. Ondaqda o'rislar Sharq Turkistonni mo sotsializm qilib qo'shib olmoqchimi? Qo'shib olish boshqa gap, ammo biz sotsializm tuzumini yoqlaymiz. Bu tuzum emgakchi xalqning manfaatini yoqlaydi. Siz mo Abdukerimdek emgakchi xalq, azguchi degan so'zlarni deydigan bo'lib apsiz. Dunyoda o'zining davlati bo'lmagan millatdan mo bichara xalq bo'lamdi. Bir millatdan eng katta manfaati uning davlatining bo'lganligida. Ondan qolsa azguchi, emgakchi degan so'zlarga navbat keladi. Sovet ittifoqida o'zbeklar bir-birini azmagan bilan hammasining ko'ngli sunuq. Og'zida yoshsin Stalin deganlarning yuragi qon. Buningdimi ortiq zulm ezilish bo'lamdi? Bilaman, sizlarmi menga o'xshash o'ylaysizlar, lekin qo'rqsizlar. Shunga sizning og'zingizdan Stalin tushmaydi. Abdukerimning og'zidan Mao Zedong. Ahmadjon gap qilmadi. Uning mono hukumat raisiga sat ko'ringiz kelmadi. To'ram o'zi bilan gap talashgan odamni yomon ko'radi. U Abdukerim Abbasov, Ekim Dag'o'ja, Abdumuta Ali xalpatlarni yomon ko'radi. Ularning ismi chiqsa, bu davlat raisining kichikgina yuzlari qo'rilib, oppoq kak soqoli titrab ketadi.
mashina suydongdan o'tib shimolga burildi. Yiroqda qorliq cho'qalan, qaramtul yeshil tog' qaptallari ko'rindi. Abbasov Musuydun Sarbuloqlarda yo'shirin harakat qilib, partizan atritini qurishda cho'ng xizmat ko'rsatdi. Uning dushmanga nafrati to'limi kuchli. Dedi Ahmadjon partizan atritining siyosiy komissari bo'lib, Aqsuga ketgan Abbasovni seg'inib. Nada mushkulchilik bo'lsa, u shu yerda tayyor. Botirlik bo'lsa yetarlik bo'lmaydi. Nafrat yetarlik bo'lishi kerak. Abdukerim Xitoyga rahimdil. Kuraga 6 shahardan yo'tkab kelingan Gomindan ofitserlari har biri ish kuchdan Uyg'ur qizlarini majburlab qo'tonliqqa chiqqan. Bechara qizlar 14-15 yoshlarda, chiroyliklari seriq, ko'zlari o'ltirishgan, apyunkashlar xolg'anch xotin qilgan, o'ltirgan. Majburiy askarlikka chiqqan 500 Uyg'ur bolasini mo qiynab, yerimidan ko'pni o'ltirib bo'lgan. Shu ofitserlar bizga asir tushdi. Abdukerimni avassam, ularni taltoks qiravatmay kechirim qilibdi. Shumi nafratma? Ular qilganni takrorlamayli deganda qachon? Yo'q, men qirib etishni aytgan. Bu buyruq edi. U men bilan qarshilashdi. Unimi o'ylig'ini bado rais janoblari. Ular yana jimib qolishdi. Ular Losekongda dam elib yana yo'lga chiqdi. Ahmadjon To'ramga yo'l bo'yi Stalin bilan Jiang Zeminning Moskva kelishimi to'g'risidagi eng yangi xabarlarni deb berdi. Qarang, qalmoqlarning davlatini e'tirof qildi. Bizni bo'lsa e'tirof qilar emas. Siz musulmon kofir demagan bilan Stalin deydi. U kofirlarni yo'laydi. Ko'rib qolasiz, Manjuriyasini o davlat qilib yo'qolgan manjularni tirildirdi. Bizni yolg'on yo'laydi. U bizning qo'limiz bilan Jiang Zeminni o'ziga tez pishtirmoqchi. Dedi Elixon To'ram. Ahmadjon yana gapning temasini o'zgartdi. Ular keng saydan o'tib, go'zal sayram bo'ylariga kelganda, oppoq chidir tikib, yo'lga qarab turgan baylarning salomlarini qabul qildi. Büyük qarg'ayliq tog' yap-yeshil yaylaq, ko'p-ko'k davolg'ib suzilib turgan sayram ko'li To'ramning g'arg'an badanida xuddi papiligandek, mehribon ona bo'lib yalpigandek sezgi paydo bo'ldi. U muhofizatchisiga "Sham o'qib olay, tarasuyi" deb buyurdi. Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tomonidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atga anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz. Beliqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs, tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'harlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Beliqutdan bil. Beliqut xazinasi